Hurmatli obunachilar, Mag'zondan 7 sotiklik tayyor uchastkamiz chiqyapti. Aventir kelayotgan bo'lsak, bulvar, ya'ni shundagina 50 metr kirganda. Bu ko'chamizning oxiri Kamandi. Bu yo'lni hamma biladi. Neslish tomonidan maktab ham sotiladi. Uchastkamiz Uglovoy. Bemalol orqa tarafida ham bo'lib uchastka qursanglar bo'ladi. Qani birgalikda ko'ramiz. Ikkita darvoza bor, old tarafini ko'raveringlar. Endi ham bosh tarafdan kiramiz. Bismillah. Kirishimizda hovlimizning zeleniy zonasi. Kafellar terilgan, burchatkalar terilgan. Xo'p. Uyni ichidan boshlaymiz. Xullas mana shu yerdan bo'lib qo'ysanglar ham, bu tarafdan ham bitta uchastka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ikkita uchastka uglovoylik uchun pozolat qiladi. Xo'p. Suvlar bu taraflar yaxshi. Avtomatik to'laveradi, hovuz ham dapal qilib qo'yilgan. Bismillah. Kirishimizda katta hol. Mehki mebeldan qo'yib, televizorni qilib qo'ysa ham bo'ladi, o'ylab o'tirgan joy. Birinchi mehmonxonadan boshlaymiz. Mehmonxonaning ham razmerlari yaxshi tanlangan. Bemalol o'ziga moslashtirib, aboylar almashtirsangiz bo'ladi. 8 ga 4 ga mehmonxonani ham. Devorlarning hech qayerga yorug' joyi yo'q. O'ziga moslashtirib, chiroyligina qilib qo'ysanglar bo'ladi. Atakam yomon emas, prosta o'sha paytda modalari turibdi, remont. Bizga bitta xona bor. Bismillah. Do'kon bo'lib turgan ekan, stilajniy qilib ketilgan. Yana o'ziga moslashtirib, xona qilib olsangiz ham bo'ladi. Eshik romlari bor. Xohlasanglar oyna qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Uglovoylik uchun, yo'l ustida uchun do'kon qilib ishlatishgan ekan. Spirtning ichida sotilmaydi ekan. Hovlimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Akkuratligina hovli, kvadrat bo'lib turibdi. Buganimizda katta hol, ayvonda qilib qo'yilgan ekan. Bitta tekski. Ko'rib turgan hamma mebellar qoladi. Bitta radiotelsiz spalni. O'zini sanuzel bilan ko'rib turgan hamma jihozlar qoladi. Sanuzelda ham akkuratligina ekan. Uyimizda past podval ekan, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Xo'p. Kanallarda suv kelyapti, shirin suv. Hovlimiz zeleniy zonasi. Akkuratligina. Oshxonamiz akkuratligina bo'lib turibdi, gaz plitalar o'tgan. Endi mehr berish o'zlaringizga moslashtirib remont qilib olsanglar bo'ladi. Tarafimizga ikkita xonamiz bor, ayollarimiz uchun syomka qilmadik. Bu esa uchastkamiz 7 sutiga joylashgan, 8 xonadan iborat, pishig'ish, uglovoyga joylashgan. Narxini kelayotgan bo'lsa, 90 ming so'rayotgan joyga 73.800 savdo qilib qo'ydik. Qurish tugallanmagan uchastkani ham 48 mingga sotganmiz. Real 0 ga real qilib pastga qo'yib